Kotinga yoqqanda birinchi AP chiqib turadi. Настройкаga kirish uchun 3ta chizuvchani 4 sekund bosamiz. S1 bizada davleniyani sistemaga davleniya to'ldirish. Off turadi, strelka bilan on qilib OK bosamiz. Endi bizada sistemadagi davleniyani ko'rsatadi. Kerakli davleniyaga chiqqandan keyin 3ta chizuvchani yana bosamiz, 4 sekund. S2 ga chiqamiz. S2 bizada havo chiqarish. Udalение воздуха. Agar boylerli bo'lsa, ozgina отопление, ozgina boyler qilib haydaydi. Xo'p, agar boylersiz bo'lsa, вторичный o'zidagi havoni chiqarib yuboradi. S2 ga OK bilan kiramiz, off turgan bo'ladi. Strelka bilan on qilib OK. Kitobi bo'yicha 15-20 minut turish kerak degan. Atak havoni ovozi yo'qolgandan keyin bemalol chiqib ketsa bo'ladi. 3ta chizuvchani bosib turib chiqib ketiladi. Keyingisi S3 bizada gazi turi. OK bilan kiramiz. 2 metan, 3 propan. Bizga 2 kerak. OK. S5 bizada dimoxodni diametrini so'rayapti. OK bilan kiramiz. 76 talik deb 3 tanlaymiz. Koaksialni zavodskoy bo'lsa 2 bo'ladi. S6 dimoxodni uzunligini so'rayapti. Dimoxodni har turbani uzunligi и har bitta atot 1 metr, pul atot 1,5 metr hisoblanadi. OK bilan kiramiz. Bizada 10 bo'ladi. OK. S7 bizada sistemani termostatli boshqa наружный датчик o'sha nimali deb so'rayapti funksiyalar. Bizada termostatli boya перемычка qo'ydik. O'sha OK bilan kiramiz. 13 OK. S8 so'rayapti bizdan одноконтурmi, двухконтурmi yoki отопленияni o'ziga ishlaydimi yoki boyler bilan ishlaydimi? Bizada hozir bu yerda boyler datchik bo'lmagani uchun OK bilan kiramiz. Birni tanlaymiz, faqat отоплениyaga ishlaydi. OK. S10 qo'shimcha funksiyalar davom etyapti. Yo'q deymiz, 0. S11 bugungi sana. 6 OK, 12 OK, 25 OK. S12 bizada soat. OK bilan kiramiz. 17:24. 17 OK. 24 OK. S13 bizada yozgi, qishki rejimga o'zi avtomatik o'tsinmi yoki yo'qmi deb so'rayapti. OK bilan kiramiz. Mana yoqib turibdi, biz o'chiramiz. OK. Bo'ldi, tugadi. End OK bosamiz, ishga tushadi.